Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. Bugun 2025 yili 2 oyning 8 kuni shanba. 2 haftada bir qatam qiladigan naq maydon videosi chiqdim. Men Amerikaning Los Angeles shahrida yashagan Erkin Sadiq. Trump Amerikaniki prezidenti bo'lib ishga tushgandan keyin Amerikada hozir har kundagidek cho'ng portlash xarakterlik xabarlar chiqib ketib Şuna aldığım şirkette Amerika'da bu işler inten köp. Şularni xulosalab bilmem bilgan. Mazmun bekçik açta olsun ben mükemmel bir saat içinde tüketişke tirişimen. Bugünkü gepimni Uygurlarda başlayman. Bugün cemi töçoň mazmun var. Nime Avrupa'dan bir sınırımız müşbiretlerindeki aldıda Uygur Project Fondu'na, Uygur Project Fondu'ndaki torbit arkalık biraz pul iyanı kıldı. Ben bu sınırımızga köpten köp rahmet eğitimen. Uygur Project Fondu'na torbit arkalık, Uygur Project Fondu'nun torbit arkalık iyanı kıl buldu, PayPal arkalık kıl buldu. Şurada lazım olsa ben depasam buldu. Anından keyin aldığım kıtımlık videoda ben hazır Marrakeş'te sunup yatkan İdris Hasan inimizdeki Türkiye'deki ailesiga yardım kılış doğruluk bir çakır kılgan. Ailesiyle kıyınlık kaptı yakında. Hazır İdris Hasan inimizdeki sunup yatkanlığı 3 yıl değişip gitti. Burun hızlı kişiler yardım kılgan. Hazır bara yardımlar azlap oturmuş kıyınlık kakıl turuptu. Şu bir çakır kılgan. Hazır kadar 4 kişi pul evet değil bana. Birelen Amerika'dan birelen $200 verdi. Nimeden Germaniyadan tevekkül inimiz burun Project Fondu'nun devamlı yanı kıldı. $100 verdi. Yeni bir inimiz $50. Hani Amerika'da yeni bir inimiz $50 bulup hazır cami bana $400 dek pul geldi. $400 yakın pul geldi. Bu İşteki toxtum idi. Eğer yine yardım kılağlı olsa pulunu versanlar buluyordu. Ben aynı ahırcılık o Türkiye'deki sınırımızı öğretmenim. İdris Hasan'daki aya hanımağa. Şu bu işini kılıyorsanlar buluyordu. Yeni bir iş, yeni bir dakika dedim. Ben için bir hoşanlarlık iş. 4 haftanın aldığı çıkan videonu köygelde 10 mindən açtı. Facebook'ta 5500, YouTube'da 4500 dek. 2 hafta aldı çıkan videomu hazır köygelde 10 mindən yakın oldu. Ben naiti ilhamlandım bu işten. Ben için bu iş aslında emez. Kurdağalla köp olsa ben için bir huzur, bu royucatın huzur. Aynı vakitte vatandaki torbetleri uçuk vakitte her haftasiga bir parçadan uzun makale tayyorlagandim. İşten sırt. Nimishqa deganda vatanda ko'rdiganlar maqolamni o'qiydiganlar bak jiq. Uniki daiti ro'y unayta zo'r ro'y uzuq bo'ldi menga. U mendagi kuch nerdan kelganligini o'zimni his qila olmadim bu chog'larda. Bir maqolani bir qatim torni tekshirsam bir maqola 65 torbetiga ko'chirib tarqilib ketganda. Shuna o'xshash. Hozirmi ma videolarni ko'rganlarning soni ko'p bo'layotganda menga zo'r ilhom bo'layotdi. Men unga qo'shal beni qo'llab bergan qarindoshlar ko'pdan ko'p rahmat. Shundan tang menga xeli besim bo'layotdi. Bo'lgan sir yaxshi qilsam bo'lmaydi deb. Herhalde tirishman bundan keyin. Sizlarga bugun deb qo'ydigan yana bir xabar Turkiyadagi Mamtimin Hazrat akamizniki bir kitobi Amazonda kitobi chiqib inglizcha nusxasi hozir Amazonga qo'yildi. Dastlabda uniki Kindle nusxasi qo'yilgan. Keyin mush o'tgan haftadagi uniki rasmiy basma nusxasimi chiqdi Amazonga. Kitobda menga yetib kelmadi. Kitoblar ichida keladi. Kitobning ismi Conflict and Alliance: The US and China's Contentional Dance. Amerika bilan Xitoy o'rtasidagi to'qinish va hamkorlashish kitobniki temasi shunga to'g'ri keladi. Mamtimin Nazat aka bu kitobni keyincha yana turkcha, uyg'urcha, xitoycha chiqarmoqchi, nashr qilmoqchi. Hozir ingliz chiqdi.
Meniki bir yerde dep qo'yadigan bir gapim bo'lsa bu kitobni setib olinglar, inglizcha biladigan qarindoshlar. Bilmagan qarindoshlar setib olib, uni chet ellik do'stlarga sovg'a qilsanglar bo'ladi. Kitobning bahosini aytdi arzon ekan. Ondan keyin inglizcha biladigan qarindoshlar kitobni o'qib bo'lgandan keyin Amazonga bir baho yozib qo'yinglar. Bu baho kitobniki qiymatini oshirishda intayin muhim. Şuna bu iş kulumuzun kıldığı kardeşler baha yazıştaki işler bilen kollayla bu işlerini. O pulga daha işlemez azra vaktimizni ketadi. Ondan kitapni başka dostlarga tavsiye qilib qo'ysanlar bo'ladi. Men kitapning adresini shu videoning ostiga YouTube'ga chiqarib qo'yaman. Shuna buni bir deb qo'ydim. Bu so'zlagan ikkinchi mazmun Uyg'urlar haqida. Birinchi ayniki oxiri Xitoylarniki Chag'an bayrami bo'ldi. Bu yillik Chag'anlik bayramida yine nurg'un ishlarni ko'rdik. Men o'zim erishgan ma'lumotlarga asosan Xi Jinping degan jallodniki plani Uyg'ur nüfusining 3dan 1 qismini yo'qotib etish, 3dan 1 qismini sulib etish, qolgan 3dan 1 qismini o'rta davr saviyasida yashaydigan mashina odamlarga aylantirib qo'yish ekanligini degandim. Bu gapni davat qilib menga 6 yilni oshdi. O'zim shu g'arb dunyosidagi leksiya, suhbat, narsalarning hammasi bu gapni deb keldim. Xi Jinping degan jallodniki mashtax bir maqsadi borligini. Hozir endi hammamiz buniki alomatlarini ko'ryapmiz. Bu qatimki Chag'anda vatanda bo'lgan ishlarni intayin echinishliq. Uyg'urlar rasmiy mashina odamga aylantirildi hozir. Xitoylar uni qandoq bir shaklda o'tirga chiqaman desa shu shaklda o'tirga chiqib maymuncha yasamdi, yana bir narsa qilib yasamdi, shuni ko'rdik. Buni endi tilga olmayman degandim. Amina ahvol shundoq, ashta bo'lg'ashqa tilib qo'ydim. Menga bek ig'ri keldigini Uyg'ur millatining mushtaq vayron bo'lib ketishi bizning davrimizda bo'ldi, biz ko'rib turdik. Yeshim qilolmadik. Biz qo'limizga kelgan ishni qildik, lekin kuchimiz yetmadi. Nurg'un narsani tushundik hozir. Shunga men izchil turda ta'kidlab kelyapman. Bu ishlarni hal qilishning eng oxirgi yo'li o'zimizni kuchlantirish. Va bu o'zimizni kuchlantirish bolalarni yaxshi tarbiyalashdan boshlanishi kerak. Shunga bu narsani qancha ta'kidlasakmi arziydi. Ondan keyin yaqinda bir qarindoshimizniki Facebookga chiqqan yozgan bir mazmunni aytib tarqaldi. WhatsApp'larda. U nima desanglar bu qarindoshimiz shu vatanga berib kelayotganlarni bilan so'zlashib, shulardan egallagan ahvollarni yozibdi. Bo'libmi hozir vatanga berib kelayotgan bir qism odamlarni soqchilar cho'qim izlaydiganligi hamda shu odam orqali shu odam bilan birga yashayotgan, yaqin aralashadigan boshqa Uyg'urlarniki uchurlarini egallayotganligi. Bu to'g'riliq mazmuni yozibdi. Bu ishlardan mening xabarim bor burundan tortib. Endi vatanga berib kelganlarniki ko'pinchisi men soqchi izlamaydi, men bilan hech kim ko'rishmaydi deydi endi. Uniki qanchiligi rost, qanchiligi yolg'on qo'lolmaydi. Maqaratishimizning yozganda ko'pincha ahvollarda vatanga borganlarni soqchilar izlab, qolganlarning uchurlarini egallaydigan atrofidagi aloqasi odamlarniki uchurlarini, masalan WhatsApp nomeri, telefon nomeri, adresi, u bu nima ish qilganligi, qanday odamlarga alishganligi degandek narsalarni egallaydiganligini yozibdi. Bu mazmuni ko'p tarqaldi. Ishqilib bu ahvolni tasavvur qilish qiyin emas. Xitoylar mushtlashlarni qilayotganlar xil bir masala bo'ldi. Hozir bu hammasi emas, vatanga berib kelganlarning hammasi bunday ahvolga uchramaydi. Bo'lib bu oq tergi bor, ijtimoiy jamiyatda oq tergi bor kishilarga Xitoylar ancha qilib ketmaydi, lekin ancha oq tergi yo'q kishilarni bo'lsa, ashuna bo'zaq qildi bo'lgan ekan. Qarindoshimiz shu ahvollarni yozibdi. Endi bugun so'zlaydigan uchinchi mazmun yaqinda bir cho'ng xabar bo'lib ketdi. Xitoylar bir aql
detalini e'lon qildi. DeepSeek degan ismi. Bu dunyoni tavritib etdi biroz. DeepSeek'niki ma'nosi cho'nqurlab izlash. Endi sun'iy aql mashinalari hozir nurg'unlar nurg'unlar ishlayotdi. Google'ning bor, Elon Musk'ning bor, andikin ChatGPT deb u bor, andikin OpenAI deb u bor. Chiqib g'arbniki bo'lib Amerikaniki nurg'un shirkatlari bu ishni qilayotgan xili bo'ldi. Jiq pul xashlab Trumpniki bu yerda yana jiq mablag' silib bu ishni taraqqiy qildirish planim bor. Endi yaqinda Xitoy ma bir narsani e'lon qilgandan keyin dunyo biroz tavrab ketdi. Nimishqa desanglar Xitoy o'ynagan o'yindan tarab ketdi. Buni men nimishqa o'yin deb atayman desanglar, bu DeepSeek'ga munosabatlik bunda 4 cho'ng yolg'onchilik bor. Uniki birinchisi Xitoy buni intayin oz pul bilan qildik dedi. Bir shirkat 2023-yilda qurilgan bir kichik yosh bola qurgan shirkatni, shu shirkat necha 10 million dollarlar pul xashlab bu ishni qildik deb e'lon qildi. Bu birinchi yolg'onchilik, aldamchilik. Ikkinchisi texnologiya, bu shirkat texnika yangi texnika emas. Bular bu texnikani biz yangidan chiqardik deb e'lon qildi. Amniyat yangi emas bu. Lekin uchinchisi bular shu ishni qilishga H100 degan bir xil yer o'tkazgich zapchastni ishlatdik. Lekin ozini ishlatdik deydi. Hozir dunyodagi qolgan shirkatlar ishlayotgani H800 nomerlik yer o'tkazgich detal. Bu detalni inglizcha chip deydi, Xitoylar Xinpian deydi. Buni Xitoylar biz H100 degan u necha davrdan burungi tuyan texnikalik, tuyan saviyalik bir zapchastlik qildik dedi. Bu mu yolg'onchilik? Nimishqa desanglar Xitoylar nima? Hozir bir qism kishilar Xitoylarning bu ishda eng yangi Amerika cheklagan texnologiyalarni ishlatganligini, Amerika cheklagan yer o'tkazgich zapchastlarni ishlatganligini bayqadi hozir. Ondan keyin 4-chi yolg'onchilik bular oz sondagi ishlatgan yer o'tkazgich zapchastniki soni intayin oz, boshqa shirkatlarni seçtigan degan bu mu yolg'on? Hozir bularni pash qilishga boshladi. Nima bu vaqtda Uyg'ur axborot markazimi 2 kun oldida bir video chiqardik. Ko'p yaqinlash videoda to'liq ma'lumotlar bor. Xitoyniki qanday yolg'onchiliklarni qilganligi. Shunga bu narsalarning hammasi yolg'on narsalar. Dunyo biroz tavrab shu texnologiya ishlatadigan Amerikaning Nvidia deb bir shirkati bor, shu yer o'tkazgich zapchastini chiqaradigan. Shu shirkatniki nima paychak bozoridagi qiymati bir kunda 600 milliard yo'qolib ketdi. 600 milliard dollar qiymatidagi dollar barobar keladigan qiymat yo'qolib ketdi shirkatniki bu xabardan keyin. Lekin endi hozir bu ishlar pash bo'lishga boshladi. Shunga bundan bu ishlarni texnik ko'proq ko'rishga boshlaysizlar. Ben bir resimni ko'rsatib qo'yay degan. Resimni hozir nima qilyotdi? Telefonimga managa chiqay deb qoldi. Nima Xitoyni ishlatgan narsa nima desanglar, hammalarniki Google, Yahoo deganga o'xshash izlash motorlarini bilasizlar. Masalan, Google kirib narsa izlasanglar, shu narsa chiqadi endi. Xitoyniki qiziq nega chiqmayotgan nimaniki. Xitoyniki qilgan nima desanglar, odatda sizlar Google'da bir narsa izlasanglar, Google o'zi topa olgan narsalarni chiqarib beradi. Xitoylarniki qilgan nimasi nima ekan desanglar, ular bir yumshoq detalni chiqarib, bu yumshoq detalda shu izlamoqchi bo'lgan narsani Google, Yahoo boshqa hamma izlash motorlarida izlab chiqqan natijani birlashtirib, aniq slayd chiqarib beradi ekan. Buni ba'zilar hajviy rasm bilan esli chiqadi, buni masalan tushuntirib qo'yay. Amerikaniki sun'iy aql shirkatlariniki qilayotgan ishi cho'ng bir ko'l daryoda baliq tutish, mana o'xshash. Amerikaniki sun'iy aql shirkatlarining qildigan ishi.
Xitoyning bo'lsa Amerikadagi shirkatning orqasida turib olib, bu tutib bo'lgan baliqni chelakdan tutish mashina qilayotgan. Deepseek degan narsa qilayotgan ishi shu. Amerikadagi original asldagi shirkatlar bilan bo'lgan farqi shu. Hozir shu narsalar pash bo'lyotdi. Bu jihatda tekshirishlar tugamaydi. Davomli tekshiryapti. Shunga bundan keyin yana masala o'tirib chiqdi. Hozir mushul munosabatlik yuz bergan bir ish Amerika, Yevropadagi Italiya, masalan bir qism davlatlar bu DeepSeek degan sun'iy aql motorini chekladi ishlatmaslik to'g'riliq. Mushul desanglar, buni ishlatsanlar, sizlarning uchurlarni hammasini o'g'irlab Xitoyga o'tib boradi. Bunun ba'zilarini Xitoylar o'zi e'lon qilgan shu vaqtning o'zida shaxsiy uchurlarni yig'imiz deb. Lekin ashta bo'lganlik uchun hozir bir qism hukumatlar cheklayotdi. Bir qism uchurlar bundan keyin chiqishi mumkin. Albatta men degan Uyg'ur axborot markaziniki videosi 2-ayning 6-kunidagi video. Ko'p bahslar bo'ladi. Anda yaqinda bo'lgan yana bir ish Amerikada cho'ng ish bo'lib ketdi, xabar bo'lib ketdi. Men rasmni chiqarib uyataman deb chiqibdi. Nima abakini ko'rsatishni unutib qolibman. Bu Memtimin Hazret Akın'daki çıkan yeni kitabı. Yeni kitabındaki baş mukaveyi. Anından keyin bu arkadaşı, kitabın arkadaşı. Qanday konuşsam, olarak çıkıyor. Amerika'da bir yo'lovchi aeroplan bilan bir harbiy tikuvchar aeroplan so'qishib ketdi. So'qishib ketib, yo'lovchi aeroplandagi 60'tak adam, 64'tak adam, ondan keyin tikuvchar aeroplandagi 3 uçqishchi, harbiy uçqishchilar hammasi o'lib ketdi. Havoda so'qishib. Bu to'g'riliq yaqinda pash bo'lgan bir ahvol bor. Buningda intayin g'adablik yuz berdi. Nimishqa desanglar, tikuvchar aeroplan odatda 200 fit deydi, yingsun deydi Xitoycha. 3 fit 1 metrga yaqin to'g'ri keladi. Shunaqda 100 metrlarga bormaydigan izlikda uchish kerak ekan. U kunisi bu 300 fit izlikda uchib berib, xuddi qasddan ustugandeklam bu harbiy tikuvchar aeroplan yo'lovchi aeroplani bilan so'qishib, DC'dagi aydirmaga tushayotgan bir aeroplan bilan odamlarni hammasi to'yib ketdi. Hozir yaqinda pash bo'lgan narsa bu harbiy aeroplanni uchirgan asosliq uçqıcı o'tganda Biden, Hillary Clintonga, George Sorosga, shu qatorliq bir qism odamlarga prezidentlik erkinlik medalini taqatgan chog'da shu medallarningki bir og'alarniki birisi ekan, maqizvola ekan. Shu aeroplandagi asosliq uçqıchisi. Bu qiz bolami bu xonim DEI'ni intayin qo'llaydigan Biden bilan yaqin mushu sababdan 4 yilning mobaynida mushta sabablardan tez o'sib mushta asosli uçqıchı bo'lgan mushta bir qiz ekan bu. Yaqinda mush pash bo'ldi. Amerika hukumati bu to'g'riliq uchurlarni ancha ko'p taqatmaydi. Bu qizni yaqin e'lon qildi. Dastlabda uydagilar unamabdi ekan e'lon qilishga. Necha kun unmay ki unapti. Nima bo'pti desanglar, shu unmagan oraliqdagi bir haftalik vaqtda uydagilar bu qiz bolaniki, bu xonimniki ijtimoiy tarmoqlarga yozgan Trumpga qarshi nurg'un yozmalarni o'chiribdi. O'chirib bo'lgandan keyin uni e'lon qilib hozir chiqadi. Mana bir ish bo'ldi. Amerika bu qizniki shu aeroplanni so'qishib ketishida qasdlik bormi yo'qmi bu to'liq bir narsa demaydi. Ammo bir qism analizchilar bu Trumpga zarba berish yuzasidan qilgan narsa deyapti. Nimishqa desanglar, bu xonim DEI'ni, Trump shu Biden'dagi DEI siyosatini naiti qattiq qo'llaydigan ashtaq bir xonim ekan. Biden'ni qo'llaydigan Trumpga qarshi. Ashbir narsa pash bo'ldi. Shunga buni bir deb qo'ydim. Buningki endi oxir ikkinchi Amerika hukumati zodi bu xonim bilan bu aeroplanga so'qishib ketishida qasdlik bormi yo'qmi, bundagi to'liq bir narsa damda demamdiki, uqmaymiz. Hozir qadar men endi bir narsa anglamadim hukumat tarafidan. Endi bugun deydigan
Üçüncü çoğ mazmun Amerika haqida. Amerika to'g'riliq jiq ishlar bo'lib ketdi. Men imkon bor xulosalab boqay, qancha xulosalayman bilmayman. O'tgan shanba kuni Trump Meksikoga 25%, Kanadaga 25% bosh qo'shilganligi Meksiko Kanadadan kirgan mollarga. Ondan keyin Xitoyga qo'shilgan bojni 10% o'stirilganligini e'lon qildi shanba kuni. E'lon qildi. Bu siyosat shu o'tib ketgan seshanba kunidan boshlab ijro qilinishga boshlaydi. Boshliqda dushanba kuni, o'tganki dushanba kuni Meksikoning prezidenti Trump bilan telefonda ko'rishib, undan keyin mush ish haqida bir qism tadbirlarni oldigan bo'ldi. Bu tadbirniki birisi Amerika Meksiko chegarasiga 10,000 askar qo'yib chegaradan qonunsiz kirayotgan odamlarni to'sadigan, undan keyin fentanil degan zaharli chekimliklarniki Amerikaga kirishini to'sadiganligini e'lon qildi dushanba kuni. Shuning bilan Trump Meksikoga qo'shmoqchi bo'lgan 25% bojni bir oy kechiktiradigan bo'ldi ijro qilishni. Bu bir sinoq. Amerika endi bir oydan keyin qarab boqmoqchi Meksiko zodi bu ishlarni qancha qildi. Agar yaxshi qilgan bo'lsa, ularni shu bir oydan keyin bilamiz endi. Shu bir oydan keyin baholamoqchi. Ondan keyin Kanadaniki mollariga 25% qo'shilgan bo'lgan. Bu chog'da Kanadaniki bosh ministri Trudeau naiti Trumpga propoza ko'rsatdi. Hayvi ko'rsatdi. Amerikada biz andaqtoq do'stni setvasi bo'lmaydi bu deb xil qaqshab orliqda ishda qolgan. Ammo dushanba kuni tuyuqsizlam umi o'zgarib Amerikalarni hamkorlashganligini bildirdi. Qanday hamkorlashadi ekan desanglar, Kanadami Amerika Kanada chegarasiga 10,000 askar ajratib turadigan bo'ldi. Ondan keyin maxsus shu fentanil zaharli chekimlikning ishlariga mas'ul bir amaldor bekitadigan bo'ldi. Ondan keyin mush ishlarga Kanada 1 milliard 300 dollar pul ajratadigan bo'ldi. Dushanba kuni. Ashta bo'lgandan keyin Trump Kanadaga qaratgan 25% bojnimi bir oy to'xtatadiganligini e'lon qildi. Shunga bu Kanada va Meksikoniki bojlari bir oy to'xtab turadigan bo'ldi. Bu yerdagi muhim bir masala nima desanglar, Trump shu bojni bir qurol qilib ishlatib, cho'ng ishlarni hal qilyotdi. Masalan, bu ishlarni obdonlar hal bo'ldi hozir. Bir oydan keyin qanday bo'lib ketadi qilolmaydi. Endi bir yaxshilik nima desa, bu Meksiko bilan Kanadaniki Amerikada bo'lgan chegarasida zo'r o'zgarish bo'lgan bo'ldi. Trumpning maqsadi shu maqsadga yetdi. Ondan keyin Kanadaniki bu qatim qo'llangan tadbirning yana birisi shu zaharli chekimlik savdochilarini terrorist hisoblab bir taraf qilish. Terrorist hisoblasa nurg'un ishlar osonlashib ketadi qonun jihatdan. Ashta qilgan bo'pti. Bu yerda agar tashvisanglar Kanada Amerika o'rtasidami ig'ir savdo tamponsizligi borligini bayqaysizlar. Kanada bir qism Amerikaniki mahsulotlarini cheklaydi. Masalan, Amerikadan yezigilik urug'larini akirishni cheklaydi. Ular boshqa yerda olamdiki o'qimayman, chiqib Amerikadan kirgizmaydi ekan. Boshqa ishlar bor ekan. Kanada cheklama qo'ydi ekan, Amerika cheklama yo'q. Shunga Kanadaniki Amerikaga eksport qiladigan mollariniki miqdori Amerikaniki Kanadaga eksport qiladigan mollarning miqdoridan ko'p jiq. Ashta bo'lgani uchun bu yerda ig'ir savdo tamponsizligi bor. Hozir Trumpniki qo'llanayotgan xil ko'p siyosatlari Amerikaniki qarzni azaytishni maqsad qilgan. Sizlarni ehtimol bilasizlar, Amerikaniki davlat qarz miqdori hozir 37 trillion dollarga yetdi. Biden taxtga chiqqan 4 yilning ichida Amerikaniki qarziga 8 trillion dollar pul qo'shildi. Biden intayin march hashlab ketgan pullarni buning natijasi nima desanglar shu. Hozir endi Trump Elon Musk bilan birlashib Amerikaning qarzini azaytamiz deb shuni boshqatirib o'tdi. Yaqinda bo'layotgan savdo urushi
mayli Kanada, Meksiko, Yevropa bu vaqtga so'l urushlarininki asosli sababi shu. Bu yerdagi 20% maqsad Amerikaniki bexatarligi uchun, masalan, Meksiko, Kanadaning chegirlari 80% bo'lsa, savdodagi tengpungsizlikni azaytib, Amerikaniki davlat qarzini azaytish mush maqsad qilgan. Ondan keyin Venezuela degan bir davlat bor. Janubiy Amerikada ulardan bilsan, Amerikaga o'ch bir davlat amaliyotda. Bu Amerika yaqinda tutgan Amerikan ichiga qonunsiz kirgan odamlardan tutib, ularningki bir qismini ikki harbiy aeroplan, to'shuvchi aeroplanga qochilab, Venezuelaga qartib uchirib mongsa, Venezuelaniki prezidenti olmaymiz. Biz Amerikaning harbiy aeroplanni bizning davlatimizga kirsa bo'lmaydi deb uni to'sdi. To'sgandan keyin Amerikaniki aeroplanlari qaytib kelishga majbur bo'ldi. Shu vaqtda uzilgandan Trump Venezuelaga shu Venezuelanikidan kiradigan mollarga bosh qo'shida qolgan e'lon qilganda 2 soatdan keyin Venezuelaniki prezidenti yumshab u odamlarni o'ziniki aeroplanini avatib ekib olganligini bildirdi va bu ishni shunaqa qildi. Amaliyotda bu yerda Amerikaniki harbiy aeroplanini qo'qish, ansirash o ishlar mavjud emas ekan. Nima desa, Venezuelada bir qancha Amerikaniki harbiy bazasi bor ekan. Shu bu bir bahona. Bahona bilan dastlab to'sgan Amerika bajni qurol qilib bir davda solganda Venezuelani yerib odamlarni prezidentiki o'zining aeroplanida qaytib akatdi. Mushta bir ish bo'ldi. Ondan keyin yana bir cho'ng ish Panama kanallari. Buni o'tganlarda sizlarga chiqatim dedim. U yerga Amerikaniki yangi saylangan tashqi ishlar ministri Marco Rubio bordi. Berib ular ko'rishgandan keyin ulardami intayin cho'ng burilish bo'ldi. Ular Panama 2017-yili Tayvan bilan bo'lgan diplomatik munosabatni üzüp, Xitoy bilan diplomatik munosabat tuzib, Xitoyniki bir yo'l bir balvoq qurilishiga a'zo bo'lib kirgan 2017-yili. Hozir endi Maqatim Rubio kirishgandan keyin ular bu bir yo'l bir balvoq kelishimidan chiqadigan bo'ldi. Ondan keyin hozir shu Panama kanalini kontrol qilayotgan ikki Xitoy shirkatlarining hammasi bo'lgan kelishimni uzib, ularni haydaydigan bo'ldi. Undan boshqa Panamada ish yapayotgan Xitoyniki boshqa barliq shirkatlarini haydaydigan bo'ldi. Ashta qilib Panama kanalniki ishini hal qildi. Trump hal qildi buni. Bu bir cho'ng ish bo'lib ketdi. Turaman abadi Venezuelani ikki aeroplanni olmaydigan abaki ikki aeroplanni qaytarayotgani Kolumbiya o'xshaydi jumi. Kolumbiyami yoki Venezuelami? Kolumbiya o'xshaydi. Venezuelami dastlabda adamlarimizni olmaymiz deb ekan, keyin Trump ta'sis qilgandan keyin ularni oldigan bo'ldi. Bu ikki harbiy aeroplanni qaytarayotgan Kolumbiya ekan. Ularmi Kolumbiyadan Amerikaga kelgan qonunsiz kelgan ko'chmanlarning hammasini qabul qilganligini bildirdi. Yana bir ish yaqinda pash bo'lgan. Trump Ukrainaga shu oldingi Ukraina Rossiya urush boshlangandan keyin $170 milliard yordam berib bo'ldik degan Trump. Bunga qarata Zelenskiy, Ukrainaniki prezidenti Zelenskiy ifoda bildirib, bizga undaq $170 milliard pul kelmedi. Bizga aran 70 milliarddak pul keldi. Hamma qo'shsak shuncha chiqadi degan narsani o'tirib qo'ydi. Demak, bu yerda hozir $100 milliard pul yo'qolib ketgan borliqda. Bu ishmi shu yaqinda pash bo'ldi. Pash bo'lib, hozirgi savol bu $100 milliard pul nega ketdi? Bu Ukrainadagi chirk amaldorlarning yancha kirib ketdimi? Yoki Amerikadagi chirk amaldorlarning yancha kirib ketdimi? Bu aniq emas hozir. Elon Musk'niki tashkilotchi bo'lgan ishlarniki birisi shu mash yaqinda pash oldi. Ondan keyin mushta Trump Ukrainaga davomli yordam qilganligini, lekin uni
bekag'i beriladigan yordam sifatida emas, uniki iziga Ukrainami biroz ish qilsin degan narsani o'tirib qo'ydi. Qanday ish desa, Ukrainada oz tepiladigan to'pa bor ekan, zapsi bor ekan va ko'p. Shu oz tepiladigan rare earth material deydi uni. Shu narsalarni Amerikaga berdab bunga Ukrainaga qo'shilibdi hozir. Endi bu yerda bir masala, shu oz uchraydigan, oz tepiladigan to'pa hozir Rossiya besib olgan 4 o'lkada eng ko'pga. Ashta bo'lg'achqa ehtimol mushu ishlar Ukraina Rossiya urushiniki to'xtashiga elib berishi mumkin degan mo'ljallar o'tirib qo'yildi. Hozirgi mo'ljalda 4-oyning 20 kunlarigachilik bu urush to'xtashi mumkin degan narsa farazlar o'tirib chiqyapti. Hozirgi Amerika Rossiyani endi texnik ilgirlab Ukrainaga kirmaslik mushtaq bir talabni o'tirib qo'ydi degan farazlar chiqyapti. Ishqilib Rossiya Ukraina urushidimi nayt cho'ng burilish bo'lgan bo'ldi. Hozir kishilar bu jihatdami nayt umidvor bir holatga keldi. Endi bu yerda Xitoy Trump Xitoy qo'yilgan bajnimi 10% o'stirman degan, asosligi fentanyl degan zaharli chekimlik bilan munosabatlik shuni to'xtatmasang, mush o'stirman degan. Hozircha Xitoy dastlabda gaqamay jim turib olgan, bir qancha kunning oldida Xitoy Amerikadan o'ch olganligini o'tirib qo'ydi. Qanaqa o'ch oldi ekan desanglar, masalan, Amerikadan kirgizayotgan tabiiy gaz, neft, anadan yezigilik mashinalari qatorliq narsalarga bosh qo'shilganligini, masalan, gaz bilan neftga 15% bosh qo'shilganligini, yezigilik mashinaga bosh qo'shilganligini shuni o'tirib qo'yibdi. Amerikadan o'chilish tadbiri sifatida. Ondan Xitoyning degani Google'niki Xitoydagi monopolligini tekshiramiz debdi. Google Xitoyda ishlamaydi, Xitoy cheklayotgan uni. Shuni Xitoyda echilmaydigan bu Google degan shirkatniki yumshoq detalini detali qanday qilib Xitoyni monopol qilib oldi. Bu intayin kulkulik bir ishlar. Işte kulkulik ishlar yuz beryapti hozir. Ondan bir qancha Amerikaniki şirketlerini qora tizimga kirgizibdi Xitoylar. Bu shirkatlar nima chekayotgan desanglar, bular Uyg'urlarniki majburiy emgak ishi tufaylidan Sharq Turkistondan chiqqan paxtani olmaymiz degan shirkatlar ekan. Bularni qora tizimga kirgizibdi. Lekin qarasanglar, Xitoyniki o'lchamoqchi bo'lib o'tirib qo'ygan tadbirlari intayin ojiz. Amaliyotda Xitoyniki buni ortiq talishimi yo'q endi. Mushlar narsalarni o'tirib qo'yibdi. Shu o'tgan haftaning 2-chi kuni deyman. Trump Xi Jinping bilan telefonda ko'rishmoqchi bo'lgan. Hozir bunda qarasanglar, Trump shu Kanada, Meksiko, Venezuela, Kolumbiya, Greenland degan yerlarniki Panama hammasiga dastlabda cho'ng tahdid soldi. Sog'ani tahdidni sevitib, undan keyin telefon bilan ko'rishdi bular bilan. Telefon bilan ko'rishib, aslidagi qo'llanmoqchi bo'lgan tadbirlarni qo'llanmay ishni hal qildi hozir. Nurg'alada hal qilib bo'ldi ishni qilib. Xitoy bo'lsa boshqacha. Bu hech qanday davlatga o'xshamaydi. Amerikadan o'ch olmaymiz deb oilasini o'tirib qo'yibdi. Endi analizlarning deyishicha Xitoyniki bu narsa birisi intayin ojiz, Amerikaga hech qanday ta'sir ko'rsatmaydi. Shunga yeni qandaroq ishlar kelib chiqdi, bundan keyin hozir bilmaymiz. Shuni bu jihat biroz ko'zish kerak. Endi agar hozir nima Xitoyniki qolgan yamir poposi nima desanglar, oz tepildigan to'pini Amerikaga setib bermaymiz degan narsani popos qilyapti. Bu birinchi qatim emas, tunji qatim emas, burun necha qatim qilgan. Amerika Xitoydan olmasa boshqa yerdan ola oladi bu narsani. Albatta degandek Ukraina bilan bu to'g'ri kelishim tuzayotdi hozir. Shunga bu ishni hal qilmoq tas emas. Endi sizlarga yana ozroq bir narsani deb qo'yay. Shu fentanyl degan zot qanday narsa? Bu fentanyl ishini hozir bir qism kishilar Xitoy Amerika o'tirsidagi Apyin urushi deb atayapti. Apyin urushidan xabarlar bor. Nima uchun buni bunday deydi? Bu
fentanyl degan bu dora aslida doktorxonada operatsiyalardan burun kishilarni mast qilish ishlatiladigan bir ximiyalik narsa ekan bu. Shuning buni zavod ishlab chiqaradi ekan, ximiyalik zavodda. Buniki kuchi apyonga qaraganda 300 hassadan 500 hassagacha kuchli ekan. Odamni mast qilish kuchi. Ashtaq narsa ekan, bu Amerikada intayin jiq odamlarni o'ltiryotdi har yilsi. Bu yerda masalan bir qism salonda biray 1950-yillarda yuz bergan Koreya urushida Amerikaniki 37 ming odam o'libdi ekan. Butun urushda jami o'lgan odami 37 ming. 70-yillardagi Vyetnam urushida Amerikadan o'lgan odamning soni 57 ming. Amerikada hozir har yili qurol etishish sababidan o'ldigan odamlarning soni 45 mingdan oshadi ekan. Bir yilda 45 ming. Lekin mashina vaqasida o'ldigan odamlarning soni har yilsi 45 mingdan oshadi ekan. Lekin Amerikada fentanyl degan zararli chekimlik bilan 2023-yili o'lgan odamning soni 80 mingdan oshib ketgan. Bularning hammasi yosh bolalar, askar yoshidagi yosh bolalar, erlar, o'g'illar. 2023-yilda 80dan ortiq odam o'lib ketibdi. O'tgan yil 2024-yili 60 mingdan jiq odam o'lib ketibdi. Ma odamlarni o'lgan odamning soni yuqoridagi urushda o'lgan odamlarning sonini solishtirib qo'yganlar. Bu fentanilni o'layotgan odamlarning soni yuqorqi men misol qilgan har qanday sondan ko'p. Shunga Amerikadagi yaqinqi tarixidagi urushlarda hargiz 80 mingdak odam o'lib qolgan emas. Lekin hozir har yilga shunchalik odam o'lyapti. Shunga yuqorida bu fentanilni Amerika Xitoy o'rtasidagi apin urushi deb ataganlik sabab shu ba'zi odamlarning. Bu fentanil Amerikada 2013-yilda paydo bo'lgan. Shu chog'dan boshlab buning orqasida Xitoy kompartiyasi bor. Xitoy kompartiya hokimiyati bor. Buni hokimiyat bevosita yasab, bu zavodlarni ishlab chiqarib, anadan qanday qilib Amerikaga o'g'irlikcha akirish butun tadbirlarni tepib chiqib, ashta qilyotdi. Xitoyniki Meksikadami fentanil ishlab chiqaradigan cho'ng zavodlari bor. Amerika bu urushda uftolmaydi hozirga qadar. Obama to'siman deb baqdi. Trump 2016-yilda prezident bo'lgancha to'siman deb baqdi. Undan keyin Biden deb baqdi. Hech qanday uftolmaydi bu urushda. Hozir navbat yana Trumpga kelib qoldi. Ana nima uftolmaydi desanglar, Wang Honing Xitoyniki bir cho'ng aqliy adami bor. Wang Honing deydigan hozir bu Dengzhijiniki dami politbüroniki dami hayat a'zosi bu. Bu odam necha 10 yillarning oldida Amerikaga kelib 2 oydak turib ketgan. Butun Amerikani tekshirib kuzatib ketgan. Hozir Xitoyda 7 qitimdak partiyaning bosh sekretariga maslahatchi bo'lgan odam bu. Hozir mustaq maslahatchi. Bu odamniki bir yozgan kitobi bor. Amerika orqali Amerikani mag'lub qilish. Mush kitobda qanday qilib Amerikaniki o'zining qo'li bilan Amerikani mag'lub qilib bo'ldi, mushlarni yozgan bu. Hozir amaliyotda Xitoyniki Tayvanga tutgan siyosati mana shu. Tayvan orqali Tayvanni vayron qilish. Bu kitobniki bir mazmuni nima desanglar, Amerikadagi erkinlikdan foydalanib Amerikani o'rib etish. Bu yerda masalan Amerikada matbuot axborot erkinligi bor. Kim media şirketi kurup iş yapasa buluyordu. Hozir benim qilayotganim shu mana. Shunga har qanday odam Amerikada media şirketi qura oladi, erkin so'zlay oladi. Shunga pulni Xitoylar mediaga intayin ko'p xashlab, Amerikadagi cho'ng media shirkatlarininki hammasini asosan Xitoy uchun xizmat qilgan qavatdi. Xitoyning yaxshi gapini qiladi. Xitoyga qarshi Amerika tashkilotlarniki yomon gapini qiladi masalanga. Bu shirkatlarniki Amerika fuqarolariniki kalsini yuyish jihati o'ynagan roli intayin zo'r bo'ldi. Bu media jihatiga ishlandi.
Andi bu fentanilniki Amerikaga kirib ketishmi, Amerikadagi erkinlikdan bo'lgan ish. Amerikadagi nurg'un shtatlar zararli chekimliklarni qonuniy qilyapti. Şunu bu çekimlikler Amerika'ya kirip ola alsa, erkin tarqalaydı. Şu sebepten erkin tarqalıp, köp miktarda kirip, erkin tarqalıp, Amerikalılar her yerde aşağıda köp ülküt vatıdı. Emniyette fentanil'niki Kanada'ya közetken, Kanada'ya ilk gelgen ziynimi intayin eğir. Bu doğru kişi ancak sözlemeydi, lakin Kanada'dan bir eğir bu iş. Şuna bu yerdeki Trump'niki şu fentanil hakkında tutkan otur koygan tedbirleri bu doğruluk hayran kalmasak buladı. Yukarı sandın kırvağınımızda Amerika boğan ziyan bek çoğun. Hazır nime Trump Avrupa'daki bir kısım devletlerindeki Amerika'da malları mı baş koşu ben devdise vatıdı. Eğer obdan kaygan bolsanlar bu Trump'niki şu baş kuyumen Başka şüphen degen devletlerin hemisi asasen Xitay bilen yakın. Xitay bilen yakıtıdı. Muşu devletlerden Amerika kirvatkan mallarındaki köp miktarı emniyeti Xitay'ın olmaları. Hazır Xitay Amerika'ya bir vasıta mallar kirese Amerika'nın ait köp miktarda baş koşulgan bu başka bular mallarını baş devletlerine çıkıp aşağıdan aylandırıp ekvatıdı. Şuna bu cihetimi Trump'naki kılmakçı olan işi aşı devletlerge besim kılıp Xitay'ın emelini tutuş. Asaslığım şundak. Eğer bu cihette düşünmeyen insan onlara teşrif asağını bulurdu. İşler kürüngendek emez. Bunun astırtı nayda nurgun mezmunlar var. Yakında Amerika, Vietnam, Kamboja, Tayland, Mişelerden kırdıgan kün nurdan toşkırdıgan taktaylarga baş kuşlağalıqını elan kıldı. Sebebi ne desanlar bu yerde işleniyatkan bu yerde şu kün nurdan toşkırdıgan taktaylardan işlep çıkırıyatkan şirketler, hemisi Xitay'ın şirketleri. Xitay eşeğe şirket kurup, şu narsani yasap, bajdan keçip, şu devletler artık Amerika'ya kirvatıdı. Aşağı bu başka, onlara baş koşumuz dedi. Şuna abeytemen degendek, şu çete elden kirvatkan mallara baş koşuş işi de, Trump'niki közlevatkan 20% nesisi Amerika'nınki bir xatarligi, mesela Kanada, Meksiko degen devletler. Kalan 80% bolsa, Amerika duş kelgan savdo tamponsizligini azaytish. Amerika asasen boshqalarga birib keldi hozir qadar. Endi Trump bo'lsa bu davlatniki beji ko'payib ketgandan keyin buni o'ngshayman deyotdi. O'ylab boqinglar. 37 trillion qarzi bor bir davlat yashasani qanday o'ylaysizlar? 8 yilda 4 yılda 8 trilyon dolar qarzi aşkan, eşip ketken bir devlet yaşasanı qanday o'ylaysizlar? Şuna tushunmagan kishilar Trump'a u bu deb aytibdi. Mening farzimda Trump bilan Elon Musk bu ikki kishilarniki qalbidagi insonparvarlik xil odamni besib tushdi deb o'ylayman men. Hozir nurg'un ishlarni ashunday bir nuqtadan chiqib qilyapti. Amerika saqlanib qilinishi kerak. Amerika vayron bo'lib kelsa, dünya vayron bo'lib ketadi deb aytgandim sizlarga dedim. Bu qatam hozir ko'ryapmiz Trump chiqqandan keyin Amerikadagi masalalarniki naqadar ig'irligi. Bundan keyin ko'ramiz bu ishlarni. Shunga bu siyosatlardan tushunish ishida yuqori omillarni o'ylab qo'ysanglar bo'ladi. Ondan keyin yaqinda Amerikada bo'lgan yana bir cho'ng ish El Salvador degan davlat bu yerga Marco Rubio borgandan keyin bu davlatniki 2022 yili sog'an 40 ming kishilik bir cho'ng turmusi bor ekan. Shu chog'da bir 2022 yili u yerda bir cho'ng qalamqanchiq bo'lib, necha 10 ming odamlarni tutib, ularni ushlayotgan turmi yo'q, boshqa bir cho'ng turmi sotdi ekan. Hozir endi bu turmini saqlab menish iqtisodiyotdan bu El Salvadorga besim tushiribdi hozir. Işte boshqa shu besimdan qutulish o'zi uchun biroz bir pul topadigan fursat tepish uchun El Salvador shu turimizni Amerikaga berib turayli. Amerikaniki shu qonunsiz kirgan ko'chmanlar bo'lamdi yoki ig'ir
Yok ağır dereceli cinayetçiler olamdı. Aşağı neymiş turmağı sulayman dese. Soluson biz bekpirimiz o cinayetçilerini. Nayt az pul besi oldu deyip aşağıda ifade bildiripti. Rubio'ga. İfade bildiripti. Bunu anlap Trump'ın intihar hoşa oldu. Amerika'da mı turum meselesi var. Adamı patlıcı bulamay turumlarga. Bir kısmederden şey yapasak buldu kendi. Hazır bu işler bu atıdı. Trump çıkandan keyinki 15 gün içinde Amerika'ya kirgen kanunsuz köçmenler, cinayetçiler, bulupun cinayetçilerden 9 mingdan kadar tutulup optu hazır. Ularni qaytarishga başladı. Şuna Amerikaga hazır turma hakikaten lazım. Şuna bir iş optu. Hazır endi yan bir iş, yaqinqi aytı çoğun xabarlarning birisi, Trump qurgan hükümet iş ünümünü östürüş idaresi. Bu idarıga Elon Musk bilan Vivek degan Hindistonlik bola. Bu ikkisini mas'ul qilgan dastlabda. Bu rasmiy Amerikaniki boshqa ministr o'xshash rasmiy davlat organi emas. Bu vaqtga organ 2 yil ishlab undan taqildigan. Bu organ hozir ish boshlab işi dehşet isil minvatıdı. Her günüsü yeni haberler çıkmatıdı bulanın kıvatka iş doğruluk. Bu aslında bu da anlamaklıkka buruna çok idarede göründü. Lekin emniyette onlar emesin. Ait kızıkalık bir iş var. Aslında Elon Musk ile Vivek ilişkisi bu işini birlik kılmakçı olup keyin Vivek to'xtab qoldi bu ishdan. Onun ko'rsatgan sababi u Ohio degan shtatniki shtat boshlig'i bo'lish saylimga qatnashyapti. Maoshini qilsam uni qilolmay ekanman deb u Vivek chiqib oldi bu ishdan. Men anlagan xabarlarga qaragan chog'da shu tekshirishni boshlagan chog'da Elon Musk ishni puldan boshlaymiz. Puldan boshlaymiz, shundan ham ish pash bo'ldi debdi. Vivek odamdan boshlaymiz. Shu hukumat amaldorlaridan boshlaymiz deb o'tirsizlar xitlab bo'lgan ekan. Lekin Vivekdagi bu ishni to'xtatib qolishniki sababi o'tirsidagi xitlobdan bo'lganmi yoki abayatman degandek Ohioga shtat boshlig'i bo'laman degan ishdan bo'lganmi bu to'g'ri aniq emas, ammo mana shunaqa gaplar bo'lgan ekan. Elon Musk shu hukumat ish unumini o'stirish idorasiga odam elish uchun bir e'lon chiqarib, bir savol chiqaribdi. O'sha sun'iy aqldan foydalanib, mashtaq ishlarni qildigan bir kod yozib ekranlar meni qishimga. Sizlar nada ishlagan burun, yashinglar qanchalik, hozir nada buning qat'iy korim yo'q, faqat shu programni yozib ekansanglar, men shuni qarab turib odam tanlayman deb, shuni iltimos qilgan odamlardan jami 6 balını tanladı Elon Musk. 6 bala. Müşerisindeki 6 balı şu. Bulanınki en çoğu 25 yaş, en küçüğü 19 yaş. 2 bala hazırımı alimentatta okutkan balarken bula suni akıldan paylanıp müştak hükümetindeki veciyetlerini teşhis cihette intayının derecini taşkı akıllık balarken bulanın içinde birisindeki hizmeti varken aslında yıllık maaşı 1 milyon dolardan yukarı. Aşağı maaşı aldığı hizmeti varken ama o balımı hizmetinden taşlap koyup Elon Musk'a işçilik yaptı. Bu balanın hemisi haksız işlerken hazır bulanın hemisi Aksaray'ın içinde uxlap kopudu. Ulağa sat ediyal yastık bilen sana ekip yaptı. Şuna tamaklı şey deyip şu yerde aşağıda uxlap hepsiga 120 saat işlerken bula. Hepsiga 120 saat işledi degan gap 7 gün armama işlese günüge 16 saatte işleş gerek bir günüge. Aşağı kılıp bula işini başlap, şu iş başlagan kısıkına vaqt içinde bir hafta 10 gün vaqt içinde nurgun işlerini paş kıvetti hazır. Bu paş kıvetti iş, paşkaga işler kişilerini intayın hayacan sebatıdı. Bu altı balınınki işini mi neçe min adamların iş ünümünden eşip getirdi deydi. Bula suni akıldan paylanıp tekşürdüyken hükümet hüccetlerini. Eğer adamını koysa neçe adamlarını koyup bütün kağızlarını birden teşhir kılman dese ihtimal Trump'nınki
prezident turgan 4 yıldan tüketip bulamaydı bu işindeydi. Lekin maballa bu işini intayın tez kıvatıdı hazır. Aşının olan bir kısım işler paş oldu. Ben sizlerge paş olan işlerden bazılarını depirmen. Endi bu paş olup paş oldu. Elon Musk'niki aslideki otur koygan planı Amerika hükümetide 438 idare varken, hükümet organı varken, 438 hükümet organı varken, muşun 99'a düşürmen dep şunu planlaptıken Elon Musk, aşağıda deptiken Twitter'da da elan kılan kıttiken dok. Kısa Elon Musk bundaşlarga intan yaman Twitter'ını setip algandan keyin Twitter'niki xadimlarının 80%'ni işten boştu etti. 80%'ni işten çıkarıp bitip 20% adam bilen Twitter'ni burunqıdan yaxşı qıvatdı Elon Musk. Bunun bir hikayesi var. Bir ayal şu Twitter'ni Elon Musk setip algandan keyin kelip depti, mening maaşım bek tuvan östürüp bersaң dep. Deptiken men sana östürüp berey, ama onun bir qilgan bir ishing bor depti. 2 hafta demep kel depti. 2 hafta ta'til qilib kel. Sen 2 hafta ketgan vaqtda ishga qanchalik ta'sir etdi, men shuni ko'rib boqay. Agar shirkatning ishiga ta'sir etgan bo'lsa, maaşını östürüp berman, agar ta'sir etmagan bo'lsa, seni ishdan bo'shatibman deb shunday depti. Dep u ayol 2 hafta demlab kelsa ishdan chiqib ketibdi. Ashta qilib yurib Twitter'niki 80% adamni bo'shatib etgan. Hozir endi Amerika hukumat organlarini 438'dan 99'ga tushirman deb shunday dedi. Dep buniki birinchi tutishqigini Amerikaning xalqaro taraqqiyot idorasi, İngilizce US Agency for International Development deydi. Qisqartib USAID baş harfini alsa USAID deb yozilib harf bo'ldikan 5 xat. USAID deb ataydi xalqlar. Mushuni birinchi bo'lib mushunga tutish qilib, birsi ularniki qilayotgan ishlarini tashvidi, ikkinchisi ularniki odamlarni ishdan bo'shatdi, idorani taqib etdi. Hozir tunogin qarasam videoni ko'rdim. Bu idora binasının üstüde çoğun xat var ekan, şu US Agency for International Development deb. Bu xatlarni suyat qilib turibdi. Odamlarni qo'yib xatlarni suyitibdi. İdarani taqib etdi. Taqib etgandan keyin buni xodimlari o'zining ishxonasiga kirolmaydigan bo'lib ketdi. İdaranın boshlig'i shuning ichida. Bu idorada 13 ming xizmatchi bor ekandik. Buni Elon Musk 294 ga tushiraman deb hozir plani shu ekan. Şuna bu idarenin xodimlarning hammasini ishga kelmanglar deb hozir uyga haydab etdi. Aslida bu USA degan bu idora Amerikaniki prezidenti, anikin tashqi ishlar ministri va Amerikaniki davlat bexatarlik konsuli mushu o'rinlarning ostida xizmat qilishga kirakkandik bu idora. Lekin yaqinqi vaqtlarda bu bir mustaqil idora bo'lyapti. Hech kimning gapini olmaykan, Amerikaniki o prezident olamdı, tashqi ishlar ministri olamdı, hech kimning gapini olmay o'zi mustaqilla ish qilgan ashtaq bo'lyapti. Shuning bilan shunda bo'lg'achqa bu qatim Elon Musk birinchi bo'lib mushani tekshirib bir qism ishlarni bayqadi. Bu idoraning yillik hamchoti, yillik puli, Amerika hukumatining bergan yillik puli 40 milyar dollar ekan. Her yili Amerika hukumati bu idoraga 40 milyar dollar pul berdi ekan. Bir seçtirish uchun sizlarga deb beray, 2023-yili Amerika hukumati bütün NASA, 10 NASA markazi var. Aşnaga bergan pulning miqdori 25 milyard 400 milyon. 25 milyard 400 milyon NASA'ga bergan puli. Ma idoraga her yili 40 milyar pul beradi ekan. Bu pullarni nega xashlabdi? Yaqinda bayqalgan bir qism misollarni deb beray. Iroqda Amerikaning bir bolalar programmasi bor, video programmasi. Sesame Street deb ataydi bolalar programmasi, Sesame Street deb. Amerikada intaydan danqwa bu programniki. Hozir to'xtab qoldi bu deyman. Hozir to'xtab qoldi. Iroqda mushu video programmasini, televizor programmasini ishlashga 20 milyon dollar pul beribdi. Tunisa bilan Misr mushki davlatda sayohatchilik ishlarini rivojlantirishga 56 milyon dollar pul beribdi. Iordaniya, Jordan. Iordaniyada
maktab qurishga 40 million dollar pul beribdi. Vyetnamda burun axlatlarni ko'ydirdi ekan, shu Vyetnamdagi axlat ko'ydirishni to'xtatishga 11 million dollar pul beribdi. Burmada DI o'qish mukofoti, DI'ni o'qislan, DI degan erdan ayolga o'zgarib olgan hamjinslik degan g'alati insonlar endi. Ashta g'alati insonlarga beradigan o'qish mukofoti uchun 45 million dollar pul beribdi. Afrikada muhit, ijtimoiy va boshqarish ishlariga mablag' solish bahonasi bilan 520 ming dollar pul beribdi. Serbiyada DI ishlarini taraqqiy qildirish uchun 1,5 million dollar pul beribdi. Irelandda shu DI muzikalarini ishlab chiqarishga 70 ming dollar pul beribdi. Kolumbiyada odamlarning jinsini o'zgartirish ishlarini qilish uchun 47 ming dollar pul beribdi. Peruda shu jinsni o'zgartirishga oid bir xil rasmli kitobga comic book deydi inglizcha. Shu rasmli kitoblarni chiqarishga 32 ming dollar pul beribdi. Venezuelada Kolumbiyaga ko'chib borgan venezuelalik ko'chmanlarga yordam qilish uchun 45 million dollar pul beribdi. Al-Qoida a'zolarining tamog'i uchun 10 million dollar pul beribdi. Ondan keyin bu qatim Elon Musk bayqagan yana bir cho'ng masala, shu Biden 4 yil oldida huquq chiqqandan keyin Amerikadagi cho'ng media shirkatlarining ko'pinchisiga shu organdan pul ajratibdi. Masalan, bu shirkatlar ichida Politico deb bor, AP Associated Press, Birlashma agentligi, Birlashma xabar agentligi, New York vaqti gazeti qatorliq. Masalan, Politico'ga har yili 8 million dollardan pul beribdi. Diqqat qilsanglar, organning ismi Xalqaro taraqqiyot idorasi. Xalqarodagi taraqqiyot ishlari pul beradigan idora bu. 40 milliard dollarni shuni xarjlash kerak. Lekin Biden taxtga chiqqandan keyin Amerikadagi cho'ng media shirkatlari, Angliyaning BBC shirkati bor buning ichida, har yili necha million, hatto 10 million dollardek pulni shu media shirkatlariga berishga boshlabdi. Shunga bu shirkatlar, media shirkatlari qarasanglar oldingi 4 yil bularniki Trumpga qarshi qilgan ishlari o'pma o'xshash, xuddi kelishib olgandek. Ondan keyin Amerikadagi chiriklik, Bidenning uyidagi chiqqan jinoiy ishlar, bularni qattiq tilg'amay, butun kuchi bilan Bidenni ko'tarib, Bidenning ishlarini yushirib, Trumpga zarba berish ishlarini qilib kelgan. Hozir qarasa, bu Amerika hukumati shu USAID orqali shu media shirkatlariga har yili million dollarlab pul berib kelayotibdi. Buni hammasi to'xtatdi yaqinda. Hozir to'xtatdi. Ishqilib ajoyib ishlar, bu hozir qadar bayqalgan ishlar, USAID taqaldi. Hozir endi shunga o'xshash Amerikadagi boshqa bir qism tapovatsiz organlarga berilgan pullarni to'xtatib, ularni tashlamoqchi bo'lyotdi. Buning ichida NED bor. Bu Amerika necha Uyg'ur tashkilotlariga pul berayotgan NED bor. Hozir ularni hammasini tekshiradigan bo'pti. Ondan keyin Amerika Tinchlik instituti degan yana tashkilotlar bor. Bularni Uyg'urlarga pul bergan oldingi bir necha yil. Bularni hammani hozir to'xtatib tekshiradigan bo'pti. Shunga Uyg'urlarga keladigan pul buningdagi qanday bo'lib ketadi uqilmaydi. Mening orzum bularga ta'sir etmesi bo'ladi. Agar bu pullar to'xtab ketsa, bir qism Uyg'ur tashkilotlarining ishi intayin qiyin ahvolda qoladi. Albatta Uyg'ur Project Fondi biz bu yerdan pul yapmoqdik hozir qadar hech qanday pul olmaymiz. Biz shu qarindoshlar iyani qilgan pul bilan ishlarni qilyapmiz, bizga ta'sir etmaydi, lekin qolganlardan biroz ansirayotiman men qanday bo'lib ketadi. Trump Amerikaniki
Ma'arif ministrini taqib etdi. Onu resmi taqidi. Onu ötken sene degandan taqaydigan vaqtida deb. Ondan keyin yana bu cho'ng xabarlar bakchiq bu ish gapning ichida men qancha deb bo'lmayman, hammasini ba'zilarini deb qo'yay. Amerikadagi 3 cho'ng media shirkatining birisi CBS degan media shirkati bor. Trump bu shirkatning ustidan arz qilgan. 10 milliard dollar talab qilib arz qilgan bu shirkatning ustidan. Sababi nima desanglar, shu saylan jarayonida shu CBS Kamala Harris bilan bir qatim suhbat o'tkazdi. Bu suhbatni naq maydondan bermay, ayrim videoga evilib, videoga evolgandan keyin buni tahrirlab, andiki e'lon qildi. Keyin buni tekshirsa, bu Kamala hozir bu rasmiy videoni e'lon qildi, mana 2 kun oldida rasmiy chiqadi bir asli videoni. Ayni vaqtda CBS'niki tarqatdi, tahrirlangan nusxasini tarqatgan. O Kamala Harris so'rgan savollarga javob bermay, kekashtilab, ma'sulga aniq javob qilsa, bular boshqa bir savolga bergan javobni ma'sulga javob qilib, ashta kirishtirib videoni ashta tarqatgan ekan. Bu mohiyat jihatdan Amerikadagi prezidentlik saylomiga buzg'unchilik qilish bo'lib hisoblanadi ekan. Ashta boshqa Trump buni ustidan arz qildi. Yana bir ayol bordi, Idaho'da, Idaho'dagi kongress a'zosi bir ayol. Umum shu saylam kampaniya jarayonida Idaho'niki hozir biz yaqin bir raisnash epadik. Kamala Harrisga bilet tashlamoqchi bo'lganlar, nima Trump bilet tashlamoqchi bo'lganlardan 13% ko'p chiqdi deb e'lon qilgan. Keyin tekshirsa, unda ish yo'q ekan. Yolg'on xabarni e'lon qilib, shu orqali saylovga ta'sir ko'rsatmoqchi bo'lgan. Trump uni ustidan arz qildi. Muhimi, CBS'ning ustidan arz qilgan 10 milliard dollar ishida Trumpga nayt jiq pul keldi deydi. Hozir CBS'mi taqilib qoldi-ku deyman. CBS'mi hozir shu taqilib, oxirgi qanday olib keladi o'qilmaydi. Ashta bir ishlar bo'yatdi. Ondan keyin 2 kun oldida bo'lgan bir ish, İsrail'ninki prezidenti Netanyahu Amerikaga kelgan, shu kirish jarayonida Trump Gazani Amerika o'ngishsin degan bir ideyani o'tirib qo'ydi. Bu qanday gapkan desanglar, mening tushunishimcha Gaza intayin Palestinyaniki Gaza rayoni, ishki rayoni var. Gaza rayoni intayin vayron bo'lib ketibdi. Hozir tik turadigan binolar bormi yo'qmi uqmayman. Ish qilib bir cho'ng urushdan keyingi cho'ng vayronchilik ashta bir holat bor ekan. Ani Trumpdan degani u yerda biz o'ngshayli, Amerika o'ngishsin. U Gazadagi xalq hozircha boshqa yerlarga, boshqa davlatlarga ketib turman desa mayli. Biz o'ngshab qilib bo'lgandan keyin qaytib kelsami bo'ladi degan narsani o'tirib qo'ydi hozir. Bu yerda meniki tushunishimcha bir ahvol nima desa, burun Hamas bu Gazadagi Palestinliklarniki boshqa davlatlarga ketishini to'sdi ekan, qilib qo'ymay ekan. Nimishqa desa, Hamas ulardan paylanib kelgan endi. Kichik bolalarni tamliga esib qo'yib, ma binoni portlatmassin deb. Ashtaqa ashtirib bularniki, endi doktorxonaning ostiga yushirinib olib degandek. Shu bu odamlarni kirib qo'ymay ekan, hozir boshqa kasb bo'ladi degan narsani e'lon qildi. Aldikin agar dunyo qo'shilsa, Amerika o'ngshab, ya'ni andan keyin g'azaliklarga topshirib bersin. Andan keyin Amerika topshirib bersin emas. U yer Amerikaning bir parcha yeri bo'lsin deganda bir ideyani o'tirib qo'ydi Trump. Endi buni Netanyahu qo'lida bu ishlar qanday olib ketadi uqilmaydi. O dastlabki o'tirib chiqqan gapimiz shu. Endi Palestinliklar bunday ishlarni qabul qilmaydi deb o'ylayman men. Endi hozir cho'ngroq yuqoroq darajada turib qaraganchadagi nima masala bor desa, bu Gazadagi urush to'xtamadi. Hozir har xil tadbirlarni o'tirib qo'yib boqdi. Trump oldin qatim prezident bo'lganda 2 davlat qurilsin, İsrail bilan Palestin deb uni o'tirib qo'yib boqdi. Uni bo'lmadi. Undan keyin Hamas yana intan kankulan hujum boshladi Isroilga. Isroilga Gazani tuzlayapti hozir. Chiqib bu yerga jidal faqat tugimidi endi. Ashta boshqa Trump bir narsani o'tirib qo'yibdi. Oxir qanday bo'ldi biz bilmaymiz hozircha. 2 kun oldida Yaponiyaniki bosh ministri, boshbaqoni Ishiba Amerikaga keldi. Kelib Amerika bilan yaqin hamkorlikchiligini, Amerikaga ko'p mablag' solganligini o'tirib qo'ydi.
Oniki qilmoqchi bo'lgan bir ishi Amerikadan Alaska orqali suyuqlashtirilgan tabiiy gazni ko'p miqdorda Amerikadan sotib olganligi. Bunimi Amerikaniki iqtisodiga zo'r foydasi bor ekan. Mushlar narsalar o'tirib qo'yibdi. Ish qilib Trump shu hozir taxtga chiqqanli shundoqda bo'lgan 8 bo'lsa 18 kun bo'libdi, 18 kun ekan bo'lgan. 18 birinchi yo'q 18 kun bo'lmabdi, 15 kundek bo'libdi. Birinchi 29 kunlik oyga deyman. Ish qilib uzun bo'lmadi. Ashta qilib qisqa vaqtning ichida dunyoni o'ntay qilgan bir qism ishlarni qildi hozir. Shunga meningki bilishimcha ko'pincha kishilar intayin hayajonda har kunisi işte portlash xarakterlik xabarlar o'tirib chiqyotdi. Endi 4-chi mazmun men sizlarga Xitoy haqida shu portlash xarakterlik mazmunning yana birisini nima desanglar, Bayden vaqtida Amerikaning CIA organi Xitoy virusiniki kirib chiqish manbasi to'g'riliq bir doklad tayyorlagan. Doklad tayyorlab buni e'lon qilmagan. Meniki o'zimning shaxsiy farzi Bayden bilan Xitoy o'tirishida pash bo'lib qolsa bo'lmaydigan ishlar bor. Baydenning o'g'li Hunter bilan. Shunga xili g'alqiliq ishlar kelgan chog'da Bayden yurakli ish qilolmadi Xitoyga qarshi. Mashtakat shuning birisi bular necha yil vaqt chiqarib, buni tadqiq qilib, uchurlarni yig'ib oxirida dokladni tayyorlab, ammo e'lon qilmagan. Buni yaqinda Amerika Trump e'lon qildi buni. E'lon qilib hozir endi uningda shu virusniki shu Wuhandan tarqalganligini muayyanlashtirdi bu doklad. Ashyadan chiqdi deb. Abadan deyishni unutib qolibman. Mana shu Wuhandagi Xitoy virusi tadqiqotigimi ABTMN degan USAID degan organ pul bergan. Her yıllığı $1 milyon mı ya ki cami $1 milyon mı pul bergan. Aşırı bak. Andaki bunu ilan kıldı. Şununla hazır bazı ştatlar Xitoy hükümeti üstünden arz qilishga başlaptı. Mesela Missouri degan ştat Xitoyniki shu Xitoy bürosi sababidan tatqan ziyin to'lab berish haqida arz qilibdi. Mana shu ishlar bo'lyapti. Ondan keyin yaqinda mana bir alomat ko'rilyapti Xitoyda. Xi Jinping degan jallod o'ziniki harbiy huquqidan qilib qolibdi degan mushtaq bir narsaniki alomati ko'rilyapti. Buni bir yapılık muxbir tunugimi bir maqolada e'lon qilibdi. Ondan keyin bir palchi bor. Bu palchini o'tganda sog'an bir palada Xi Jinping 2025-yilda o'ldi degan bir narsa bor. Hozir endi bir qism kishilar, analizchilar ashtash yuz berishi mumkin bu yil. Xi Jinping o'lib, Xitoy Kompartiya hokimiyati ag'dirildi degan mushtaq farazlar bor. Bular faraz, ilmiy yakun emas. Bu gaplar kuchayotdi yaqinda. Shunga bu gapga ishonganlar emas. Shunga buni sizlarga shunchalik deb qo'yay. Bugun so'zlab o'tgan mazmunlar shu. Ehtimol xili javob ketdi deyman, o'zim bek erkatdim. Tayyorlashga erkatdim. Kechadan o'ylab qo'yishni soat 3 da qo'pib, yarim kechada soat 4 kechda 1 soatda ishlayotdim. Shuni tayyor qilaman deb. Ish qilib yaqinda xabarlar bakcha chiqyotdi. Umumiy jihat aytganchada men bu xabarlar yaxshi deb o'ylayman. Albatta Uyg'urlarga bevosita foydasi tegmasinmi, vosita foydasi tegadi deb o'ylayman. Amisi bo'ladi, bugun mushujak bo'lsin. Agar uzun bo'lgan bo'lsa kechiringlar. Kelar qatim ko'rishcha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Xudoyim omonat.